Hozir men aytayotgan gaplarim juda ham oddiy gaplar, lekin bo'lsam bizning hayotimizda juda ham muhim rolda o'ynaydigan gaplardan biri. Mana masalan siz biron joyga ketayotgandingiz yoki bo'lmasam kimdir sizning yoningizga keldi, ikki og'iz bir narsani so'rayman dedi va siz ham u bilan juda ham ko'p narsalarni gapira boshladingiz. Ana o'shanda u yon atrofga qarayapti, o'ngga, chapga, orqaga, oldiga qarayapti, lekin sizda xuddiki tinglagandek o'zini shunday tutyapti. O'shanda bilingki, u inson siz bilan gaplashgisi kelmayapti, prosta majburdan yoningizda turibdi, u ketgisi kelyapti yoningizda, indamay qo'yib yuboring ketsin. Bunday insonlar bilan suhbatni juda ham uzoq suhbatlashmaslikka harakat qiling, qo'yib yuboring ketsin. U inson xohlamayapti. Yana shunday bo'ladiki, biron bir kishi yoningizda turgan bo'lsa, qoshlarini yuqori qiladi, lekin ko'zlari o'z holicha turib, go'yoki sizni tinglaydigandek sizni ko'zlaringizga qarab turadi. Bunday insonlar mana bu xayolida boshqa narsa bo'ladi, faqatgina go'yoki o'zini shunday tutyaptiki, sizni tinglayapti. O'zi aslida u sizni tinglamayapti, uni xayolida umuman boshqa narsa. Bunday insonlar bilan suhbat qilishni kerak yo'q. Agar biron bir inson bilan suhbatlashyapsizmi, u sizga yig'laganingizda ko'zlarini yopib, kulganingizda xursand bo'lib, sizni har bir gaplaringizga o'zini ko'zlari bilan har xil narsani bildiryaptimi? Unday inson bilan suhbatlashishingiz bo'ladi. Chunki deganda u inson siz bilan suhbatlashishga kelyapti va u insonga sizning suhbatlaringiz qiziq. Yana shunday bo'ladiki, bir 3-4 kishi o'tirib gaplashganlaring ham bittasi gapirganda ikkinchi tomondagisi ko'zlarini ham, qoshini ham katta ochib qarab turadi. U inson qo'rqyapti hozir. Chunki deganda bu inson buni qanaqadir bir aybini biladi va bu sirini ochib qo'yishidan qo'rqib ko'zlarini katta ochyapti. Biz agar mana bu narsalarga to'g'ri ahamiyat bersak, biz do'st bilan dushmanni ajrata olamiz. Bizni xohlaydigan, xohlamaydigan insonlarni ham ajrata olamiz.